Mart oyidagi yig'inga chaqirilgan futbolchilar ro'yxatini e'lon qilgan O'zbekiston terma jamoasi yana bir tarixiy natija qayd etgan Krishtianu Ronaldu. Osiyo Chempionlar Ligasidagi yurishini yakunlagan Paxtakor va Paris Saint-Germain rahbariyatiga aytgan so'zlari uchun uzr so'ragan Van Dek bugun diqqat markazimizda. Assalomu alaykum. Daryoda Hafta Sport Digesti. Men Jamshidbek sizlar bilan o'tgan 7 kunning eng muhim yangiliklarini birga ko'rib chiqamiz. Futbol bo'yicha Saudiya chempionati doirasidagi An-Nasr va Al-Halud o'rtasidagi bahsda riyodliklar 3-1 hisobda g'alaba qozondi. An-Nasrning birinchi goliga Krishtianu Ronaldu mualliflik qildi. Shu tariqa Portugaliyalik futbolchi 30 yoshdan keyin kiritgan gollari sonini 465 taga yetkazdi. Umuman olganda hujumchi butun faoliyati davomida 928 ta gol kiritgan bo'lsa, shulardan 463 tasini 30 yoshgacha. 30 yoshdan keyin esa 465 marta raqib darvozasini ishg'ol qilgan. 40 yoshni qarshilagan futbolchi faoliyatini yakunlash niyatida emas, aksincha u yangi marralarni ko'zlamoqda. Yaqinda Ronaldu 1000 ta gol urmoqchi ekanligini ma'lum qildi. Hozircha bu natijaga erishish uchun 72 ta gol qolgan. Chempionlar Ligasi 1/8 final javob o'yini doirasidagi Atletico va Real o'rtasidagi uchrashuvdan keyingi penaltilar seriyasida Julian Alvaresning bergan zarbasi bekor qilindi. Hujumchi 11 metrlik masofadan to'p tepish vaqtida sirpanib ketgan. To'p darvozaga aniq yo'naldi, biroq VAR xonasidagilar video takrorni ko'rib chiqib, bosh hakam Simon Marchinyak bilan maslahatlashgandan so'ng argentinalik futbolchi to'pga 2 marta tegib ketgani aniqlandi. Bu esa qoida buzilishiga sifatida baholandi. Ammo futbolchi bu holatga izoh berar ekan, bu shunchaki omadsizlik ekanligi va to'pga 2 marta tegmaganligini aytdi. Ushbu voqeadan keyin UEFA rasmiy sayti bayonot berib, gol bekor bo'lgani to'g'ri qaror bo'lganligini aytdi. Alvares zarba yo'llagan paytda kichik kontakt bo'lsa-da, futbolchining tayanch oyog'i to'pga tegdi va gol bekor qilinishi to'g'ri qaror bo'ldi. UEFA ushbu vaziyatni FIFA hamda Xalqaro futbol assotsiatsiyalari kengashi bilan muhokama qiladi va zarba yo'llanayotganda oyoqning to'pga 2 marta teginishi yaqqol ko'rinmagan bo'lsa, qoida o'zgartirish masalalarini muhokamaga qo'yadi, deyiladi tashkilot xabarida. Qozog'istonlik sobiq sportchi Musa Abdurayim Jahon boks kengashi tomonidan yer yuzidagi eng jasur inson unvoni bilan taqdirlandi. Bu haqda Jahon boks kengashi o'z ijtimoiy tarmoqdagi sahifalar orqali xabar berdi. 7-mart kuni Olmaotadagi aeroportning ichki reyslar terminalida xavfli hodisa yuz berdi. Noma'lum shaxs yo'lovchi sifatida ichkariga kirgan, aeroport xodimlari esa undan hujjat so'ragan, lekin kutilmaganda noma'lum fuqaro ayol xodimning sochidan tortib, unga pichoq bilan tahdid qila boshladi. Bu paytda qozog'istonlik Musa Abdurayim voqeaga aralashib, jinoyatchining qo'lidagi pichoqni tortib oldi va uni zararsizlantirdi. Men faqat qichqiriq eshitdim va o'sha tomonga yugurdim. Erkak ayolning sochidan tortib, pichoq bilan tahdid qilayotgan edi. Tezda uni qutqarishga harakat qildim. O'sha paytda agar u mening qizim bo'lsa-chi deb o'yladim. Keyin esa shunchaki burchimni bajardim, deydi Abdurayim. Jahon boks kengashi uning jasoratini yuksak baholab, bu harakat yaxshilik va birdamlikning asl namunasi ekanligini ta'kidladi. Ma'lumot uchun 52 yoshli Musa ilgari jangovar sport san'atining kickboksing va thai boks bilan shug'ullangan bo'lib, bir qancha medallarga ham ega chiqqan. Futbol bo'yicha Osiyo Chempionlar Ligasi 1/8 final doirasidagi Al-Hilol Paxtakor bahsi bo'lib o'tdi. Toshkentda kechgan bahsda 1-0 hisobda g'alaba qozongan sherlar Riyodda bo'lib o'tgan javob o'yinida 0-4 hisobda mag'lub bo'ldi va musobaqa bilan xayrlashdi. Uchrashuvdagi hisob 31-daqiqada Hamad Al-Yami tomonidan ochildi. 42-daqiqada esa riyodliklar qarshi hujumdan hisobni 2-0 ko'rinishiga keltirib qo'ydi. Gol muallifi Malkom. Ikkinchi taym boshida Salim Al-Dovsari penaltidan Paxtakor darvozasiga 3-golni kiritdi. Uchrashuv yakuni arafasida esa Nosir Al-Dovsari Al-Hilolning navbatdagi golni urib, jamoasiga 4-0 hisobdagi yirik g'alabani taqdim etishda o'z hissasini qo'shdi. Ikki o'yin natijasiga ko'ra 1-4 hisobda mag'lub bo'lgan Paxtakor Osiyo Chempionlar Ligasidagi o'z yurishini yakunladi. Al-Hilol esa chorak final yo'llanmasiga ega chiqdi. Stadiondagi muhit ajoyib bo'ldi. Raqib darajasi yuqori ekanligini bilardik. Bugun ular juda yaxshi o'ynashdi. Biz to'pni juda ko'p yo'qotdik. Biz o'z darajamizni yaxshilashimiz uchun ko'proq ishlashimiz kerak. O'yinning birinchi taymida buni uddalay olmadik. Tan olishimiz kerak, raqib g'alaba va natijaga munosib futbol ko'rsatdi.
Biz shunday yuqori darajadagi bellashuvlarga tayyor bo'lishimiz kerak, deydi Paxtakor ustozi Pedro Moreira o'yindan keyingi matbuot anjumanida. O'zbekiston terma jamoasining Jahon chempionati saralash doirasidagi Qirg'iz Respublikasi va Eronga qarshi bahs uchun chaqirilgan futbolchilar ro'yxati e'lon qilindi. Ushbu yig'inga 25 nafar futbolchi jalb etildi. Temur Kapadze qo'l ostidagi terma jamoa 17-mart kuni o'quv mashg'ulot yig'inlariga kirishadi. Jamoa Jahon chempionati saralash bosqichi doirasida 20-mart kuni Toshkentdagi Bunyodkor stadionida Qirg'iz Respublikasini qabul qilsa, 20-mart kuni esa Eronga qarshi safar o'yinini o'tkazadi. Liverpul himoyachisi Virgil van Dijk UEFA Chempionlar Ligasi 1/8 final javob uchrashuvidan keyin Paris Saint-Germain rahbariyati bilan uchrashib, avvalgi fikri uchun uzr so'radi. Niderlandiyalik futbolchi Parij klubining sport masalalari bo'yicha maslahatchisi Luis Campos va prezident Nosir Al-Xelayfi bilan suhbatlashgan. Van Dijk o'tgan haftada Parijda bo'lib o'tgan birinchi uchrashuv paytida Ibrohim Konatega qizil kartochka ko'rsatilmagani borasida tortishuv yuzaga kelgan vaziyatni eslab, o'zining "Bro, bu Liga 1 emas" degan so'zlari uchun kechirim so'ragan. Bundan tashqari Van Dijk PSG jamoasining so'nggi 3 yil ichida o'zi to'qnash kelgan eng kuchli raqib sifatida atagan. Parij klubi rahbariyati futbolchining bu harakatlarini yuqori baholagan. Ma'lumot uchun, Angliyada kechgan Liverpul Paris Saint-Germain jamoalari o'rtasidagi javob bahsida parijliklar penaltilar seriyasida 4-1 hisobda g'alaba qozonib, chorak final yo'llanmasiga ega chiqdi. Ushbu bosqichda PSJga Angliyaning boshqa bir jamoasi Aston Villa raqiblik qiladi. Hozircha bizda shular. Videoga like bosishni va sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.